Hurmatli do'stlar, sizlar bilan birgalikda Xudo xohlasa hafta test nazariy imtihoni bo'yicha tayyorgarlikka boshlaymiz. Demak, birinchi savol. Qaysi avtomobil uchun bu belgilarning ta'sir oralig'ida to'xtashga ruxsat etiladi? Demak, rasmga e'tibor bersak, bu yerda Usuv 27 belgisi, ya'ni to'xtash taqiqlanadi belgisi o'rnatilgan. Bu belgining tagida qo'shimcha axborot belgisi, ya'ni nogiron haydovchilar bu belgidan mustasno belgisi o'rnatilgan. Demak, bu yerda nogiron taniqlik belgisi o'rnatilgan sariq avtomobilga to'xtashga ruxsat etiladi, lekin qizil avtomobilga taqiqlanadi. Demak, variantlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, to'g'ri javob F4, ya'ni nogiron taniqlik belgisi bo'lgan sariq avtomobilga to'xtashga ruxsat etiladi, lekin qizil avtomobilga taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javob F4. Ikkinchi savol. Qaysi yo'nalishlar bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, rasmga e'tibor bersak, bu yerda to'g'riga harakatlanishni buyuruvchi belgi o'rnatilgan. Demak, bu yerda to'g'riga va o'ngga harakatlansa bo'ladi, ya'ni A va G yo'nalish bo'yicha harakatlanib bilamiz. Demak, variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F4. Faqat A va G yo'nalishlari bo'ylab harakatlanib bilamiz. To'g'ri javob ham F4. Uchinchi savol. Tibbiyot qutisasi va o't o'chirgichi bo'lmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Demak, barcha, ya'ni shu variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, barcha yuqorida ko'rsatilgan, ya'ni F1, F2, F3 javoblarda ko'rsatilgan barcha transport vositalariga tibbiyot qutisisiz, o't o'chirgichsiz foydalanish taqiqlanadi. Demak, barcha yuqorida ko'rsatilgan toifalar unga kiradi, barchalarga taqiqlanadi. To'g'ri javob F4. To'rtinchi savol. Chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Demak, rasmga e'tibor bersak, chorraha, bu chorrahani biz tartibga solinmagan chorraha deb aytamiz. Nega desa, svetofor yo'q, tartibga soluvchi yo'q. Demak, bu chorraha tartibga solinmagan chorraha deb aytiladi. Bunday chorrahada asosan o'ng qo'l qoidasi bo'ladi. Ya'ni o'ng tarafdagi haydovchi birinchi bo'lib o'tadi. Demak, rasmda avtomobillarga qaraydigan bo'lsak, birinchi yashil avtomobil o'tadi, keyin sariq avtomobil, keyin ko'k va qizil. Demak, variantlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, to'g'ri javob F4, ya'ni yashil avtomobil. 5-savol. Harakatlanish taqiqlangan. Demak, rasmga qaraydigan bo'lsak, tartibga solingan chorraha, harakatlanish taqiqlangan. Demak, qaysi avtomobillarga harakatlanish taqiqlangan? Demak, avtomobillarga qaraydigan bo'lsak, demak, tartibga soluvchi ishorasida, demak, oq avtomobilga, ko'k va yashil avtomobillarga taqiqlangan, sariq va qizil avtomobillarga harakatlanish ruxsat etilgan. Demak, variantlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, to'g'ri javob F2, ya'ni ko'k, yashil va oq avtomobillarga harakatlanish taqiqlangan. Qizil va sariq avtomobilga harakatlanishga ruxsat etiladi. 6-savol. Qaysi transport vositasining haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi? Demak, rasmga e'tibor bersak, tartibga solingan chorraha, demak, tramvay yo'li bilan tutashgan. Demak,
Bu yerda birinchi bo'lib qaysi harakatlanadi? Demak, svetoforning yashil ishorasida avtomobil va avtobus haydovchisi turibdi. Demak, o'zi odatda agarda tartibga solinmagan chorraha bo'lganda birinchi bo'lib tramvay harakatlanardi. Demak, bu yerda tartibga solingan chorrahada svetoforning yashil ishorasida avtomobil va avtobus haydovchisi turibdi. Demak, birinchi bo'lib avtomobil va avtobus haydovchilari birinchi bo'lib chorrahadan o'tadi. Birinchi bo'lib harakatlanadi. Ikkinchi bo'lib, ya'ni ikkinchi darajada tramvay harakatlanadi. Demak, variantlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, to'g'ri javob F1.